Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Zomin telemarkaz xizmatlariga bir zaifga tushdi. Zomin Parchez mahalla fuqarolar yig'inidan mana bu oldimizdagi fabrika, bu tomoni qo'riqlash xizmati, mana ipoteka bank, mana bu tomoni harbiylar do'mi, shuni bu tomonida oq domlardan zaifga tushdi. Shu zaifga keldik. Antenasini ko'rganlar tomdamiz, ko'ryapmiz. Mana antenasini mana ko'ring. Antenasini uladik. Hozir endi pastga tushib, qolganlarini ko'rib tekshirib chiqamiz. Ikkinchi televizorni kelib yedik. Ikkinchi televizorda kanallar chiqdi. Mana ko'rishlaring mumkin. O'tkazamiz. Mana chiqyapti kanallar. Bemalol anaqa qilasiz. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar.